Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Inshaalloh bugundan boshlab Sovet Unga Program KP 4-bosqich darslarini video shaklida chiqarishga qaror qildim. Inshaalloh ko'pchilik uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi ko'pchilik pullik darslari bo'lsa ham olamiz, darslaringiz bormi deb juda ko'p so'rashgani uchun bu videoni olishni boshladim. Kitobni bugun olib keldim. Bugun olib kelishim bilanoq bugun birinchi mavzuni tayyorlab chiqarishga qaror qildim. Tez gapirishga harakat qilaman, sababi har bitta mavzuni bittadan videoga sig'dirish, bilasiz, ko'p vaqt bo'lib ketadi. Shuning uchun tezga gapirib, videoni iloji boricha qisqaroq qilishga harakat qilaman. Videomiz davomiy tarzda hammasi chiqishi uchun qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qani unda videoni boshladik. Mavzuyimizning nomi Hanguk Senghwal Chog'ing ekan, ya'ni Koreya hayotiga chog'ing moslashish degani. Demak, bu mavzuda nimalarni ko'rib chiqamiz o'zi? Oviy, munbob, holdong, munhwa va chongbo demak. Shularni ko'rib chiqar ekanmiz. Oviy. Hanguk Senghwal Chog'ing Kolyon oviy. Demak, Koreya hayotiga moslashishga aloqador bo'lgan so'zlarni o'rganar ekanmiz. Munbob esa ikkita bor ekan, ya'ni grammatika ikkita ekan. Narago sababli degan grammatika va il surok sayin sari degan grammatika. Holdong demak Hanguk Senghwal Chog'ing 시기 회고하기. 한국 정착 경험에 대해 쓰기. Demak, Koreya hayotiga moslashish davrini, o'sha o'tmishni eslash va o'sha Koreyaga moslashish tajribasi haqidagi sigi bo'lar ekan. Demak, Munhwa va Chongboda iminja 정착 program. Demak, iminja degani o'sha muhojir degani, muhojirlarni o'sha moslashish programmalari haqida ma'lumot berilar ekan. Demak, 이 사람의 한국 생활은 어떤 것 같아요? Demak, bu odamning Koreyadagi o'sha hayoti qandayga o'xshaydi? 여러분이 처음 한국에 왔던 날을 기억해요? 어땠어요? Demak, azizlar, birinchi marta Koreyaga kelgan paytinglarni eslaysizlarmi? Kelgan kuninglarni eslaysizlarmi? Qanday edi, deyapti. Demak, keyingisi oviy qismi ekan, ya'ni so'zlarni o'rganar ekanmiz bu joyda. Demak, birinchisi 여러분은 한국 생활 초기에 어땠어요? Demak, azizlar, Koreya hayoti chogi degan o'sha boshlanishida, ya'ni boshida desak, tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni birinchi marta qanaqa edi Koreya hayoti deyapti. Demak, bu yerda hamma o'sha o'zini tajribalari haqida aytib o'tar ekan. Demak, o'qib ko'ramiz. Birinchisi, 낯선 환경에 적응하는 게 쉽지 않았지만 새로운 생활을 즐기려고 노력했어요. Demak, begona, 낯선 degani 낯설다 o'sha begona. Begona muhitga moslashish oson bo'lmadi, lekin yangi hayotni, ya'ni yangi narsalarni zavqlanishga harakat qildim, deyapti. Keyingisi, demak, o'ng tomonga qarab yuramiz. 의사소통이 잘 안 돼서 답답했어요. Demak, o'sha 의사소통 degani gaplashish, ya'ni bir-birini tushunish. O'sha bir-birimizni tushunish, ya'ni gaplashishga qiynalganligim sababli, ya'ni gaplasha olmaganligim sababli siqilganman, qiynalganman deyapti. 하나하나 다 새롭고 신기하게 느껴졌어요. Hamma narsa yangi va qiziq tuyuldi. deyapti. Keyingisi. 뭐든 다 할 수 있을 것 같았어요. 잘 해낼 자신이 있었어요. Nima bo'lsa ham hammasini qila oladiganga o'xshadim. Hamma narsani uddalay olaman degan chashini 있었어요. Ya'ni o'zimga ishonchim bor edi. Heneda uddalamoq, qila olmoq deb tarjima qilsak bo'ladi. Keyingisi, 한국에 사는 고향 선배가 하나부터 10까지 도움을 주었어요. Demak, Koreyada yashaydigan o'sha vatanimdagi, ya'ni vatandoshim deb tarjima qilsak bo'ladi. Sonbe degani oldingi kurs, katta kurs. Ya'ni siz universitetda birinchi kurs bo'ladigan bo'lsangiz, sonbe kim bo'ladi? 3-kurs yoki 4-kurs yoki 2-kurs. Xullas, sizdan katta kursda o'qiyotganlar, ya'ni tajribasi borlar deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Shularni sonbe deyiladi. Demak, 1dan 10gacha yordam berdi deyapti. Ya'ni 1dan 10gacha degani, ya'ni boshidan oxirigacha deb tarjima qilsak shu ma'noda to'g'ri keladi. Keyingisi, 살곳과 직장을 구하려고 여기저기 뛰어다녔어요. Demak, yashash joyi va ish joyini topish uchun u yer bu yerlarga yugurib yurdim, ya'ni o'sha qidirib yurdim deb tarjima qilsak bo'ladi.
문화 차이가 커서 불편하기도 하고 재미있기도 했어요. Demak, madaniyat farqi kattaligi sababli noqulay tomoni ham bo'ldi. Ya'ni noqulay edi ham va qiziqarli bo'lgandi ham deyapti. Keyingisi, 향수병이 걸렸어요. 가족들이 너무 그리웠어요. Demak, eng ko'p hammada uchraydigan holat bu. 향수병 degan bu o'sha vatan sog'inchi. Vatan sog'inchi kasalligiga chalindi deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni shunchaki qisqaroq qilib vatanni sog'indi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Vatanni sog'ingandim. 가족들이 너무 그립다 degani u sog'inmoq degani bu ham. Oilamni juda sog'ingandim. Keyingisi, 부푼 꿈을 가지고 왔어요. 정말 설렜어요. Demak, 부푼 꿈 degani katta orzu, katta umid. Katta orzular bilan keldim. 정말 설렜어요. Demak, judayam solledani xursand bo'lish, hayajonlanish, ya'ni ijobiy ma'noda yuragi quvonchga to'lish deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Demak, o'sha katta orzular bilan kelgandim, umidlarim ko'p edi. Katta hayajonda edim deyapti. Keyingisi, 지금의 한국 생활은 어때요? Demak, hozir Koreya hayotingiz qanday deyapti. 이제는 주변을 돌아볼 수 있는 여유가 생겼어요. Demak, endi 주변 atrofni 돌아볼 수 있는, aylanib ko'rsa bo'ladigan yoyu, ya'ni bo'sh vaqtim paydo bo'ldi. Buni endi o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, endi atrofdagilarga e'tibor bera oladigan darajada xotirjam bo'ldim deb tarjima qilsak bo'ladi. Keyingisi, 한국어가 아직 서툴러서 오해를 받을 때는 속상해요. Koreys tili hali o'sha yaxshi bilmasligim sababli noto'g'ri tushunishsa xafa bo'lyapman. 오래 다닐 수 있는 좋은 직장이 생겨서 생활이 안정됐어요. Demak, uzoq qatnashim mumkin bo'lgan yaxshi ish joyi paydo bo'lganligi sababli hayotim xavfsizlandi. Ya'ni bu yerda anjongtedani o'rniga tushdi, ya'ni barqarorlashdi deb tarjima qilsak bo'ladi. 일을 처음 배울 때 힘들었는데 지금은 일을 쉽게 하는 나만의 노하우도 생겼어요. Ishni birinchi marta o'rganish paytim qiyin bo'lgandi. Hozir ishni oson qilish mumkin bo'lgan mani o'zimni usulim paydo bo'ldi, deyapti. Know-howni shunchaki usul deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bu o'zi inglizcha so'z. Xo'p, 외국인에 대한 편견 때문에 서글플 때도 있어요. Demak, chet elliklar haqidagi noto'g'ri qarash deb tarjima qilsak bo'ladi. Pyongonni noto'g'ri qarash sababli xafa bo'lish paytlarim bor. Sog'ilpida xafa bo'lish deb tarjima qilsak bo'ladi. 어느 정도 자리를 잡아서 가족들을 초청하려고 해요. Qaysidir darajada 자리를 잡다 o'rnini ushlamoq, ya'ni o'rnini topmoq. Ya'ni moslashib ketdim qanchadir darajada desak bo'ladi. Shunga to'g'ri keladi. Demak, oilasini cho'chchonghada degan taklif qilmoq. Demak, qanchadir miqdorda o'sha o'rnimni topganim uchun oilamni ham chaqirmoqchiman deyapti. Taklif qilmoqchiman deyapti. Demak, endi biz oviy qismini tugatibmiz. Endi nirago, endi bu yoqda munbob qismiga o'tibmiz, ya'ni grammatika qismi. Birinchi grammatikamiz nirago sababli fe'lga, to'ngsaga qo'shiladi deb aytyapti. Demak, o'qib ko'ramiz. 정아라 va Rahman o'rtasidagi suhbat ekan. 한국에 오자마자 바로 한국어 공부를 시작하기 어려운 이유가 있었어요. Koreyaga kelishing bilanoq darhol koreys tili o'qishni boshlashlikni qiyin birorta sababi bormidi? Ya'ni kelishi bilan boshlamabdi-da o'rganishni. javob beryapti. 그때는 새로운 환경에 적응하느라고 공부를 시작할 수 없었어요. U paytda yangi muhitga moslashish sababli o'qishni boshlay olmasdim. Ya'ni muhit yangi edi, moslashishim kerak. Unga alohida faqat yana tilni o'rganish uchun xohishim ham bo'lmagandi, o'rganishga imkonim ham bo'lmagandi xullas demoqchi.
Demak, yana misollari bor ekan, ularni ham ko'ramiz. Kana degani bu ikki kishining o'rtasida ketayotgan suhbat hisoblanadi. Ya'ni koreys tilida kana, dara shunaqa boshlanadi alfabetlari, xuddi ABCD ga o'xshab. AB emas u kana. Demak, ka. 어제 이사하느라고 힘들었죠 deyapti. Ya'ni kecha ko'chish sababli qiynaldingizmi, qiyin bo'ldimi? 네, 그런데 다행히 친구들이 많이 도와줬어요. lekin xayriyat do'stlarim ko'p yordam berishdi. 머리를 감느라고 전화를 못 받았다. Demak, sochimni yuvish sababli telefonni ololmadim. 병원에 다녀오느라고 지난주 수업에 올 수 없었습니다. kasalxonaga borib kelish sababli o'tgan hafta darsga bora olmadim. Demak, pastda niragoning qo'shilish holatlarini ko'rsatilibdi. Demak, nirago unliga ham undoshga ham nirago shaklida qo'shilar ekan. Ikkita bo'ladigan bo'lsa innirago, katta konnirago, tanyoda tanyoonirago, kuhada kuhanirago. Faqat bu yerda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa salda so'zida dani tashlaganimizdan keyin o'zak bo'g'inimiz sal patchimi, ya'ni 3-qismi l bilan tugayapti. 3-qismi l bilan tugagandan keyin undan keyin qo'shiladigan qo'shimcha agarda bosh harfi n yoki b yoki s harflaridan birortasi bilan boshlanadigan bo'lsa, l harfi tushib qoladi. Bu yerda n harfi bilan boshlayapti bizni nirago grammatikamiz. Shuning uchun l harfi tushib qoladi, sanirago bo'lib yozilar ekan, aytilar ekan. Shunga e'tibor beramiz. Demak, pogiwakatchi 친구와 이야기해 보세요 deyapti. Ya'ni namunadagidek do'stingiz bilan birga gaplashib ko'ring deyapti. Demak, gaplashib ko'rishimiz kerak ekan. Mana namunasini ko'ramiz. Birinchisini yozib qo'yilibdi. 낯선 환경에 적응하다. begona joyga moslashmoq. 정신이 없다. O'sha o'zida emas, ya'ni xayoli joyida emas deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, buni birinchisini o'zi bajarib qo'yishibdi. 처음 한국에 왔을 때 어땠어요? Demak, birinchi marta Koreyaga kelgan paytingiz qanday edi? 낯선 환경에 적응하느라고 정신이 없었어요. begona muhitga moslashish sababli xayolim o'zimda emas edi, deyapti. Demak, endi biz o'sha nirago grammatikasidan foydalangan holatda bu gaplarni bir-biriga ulashimiz kerak. Ko'ramiz. Kanadara puto peuda ko'sengi manta. Kanadaradan boshlab o'rganmoq, ko'p mehnat qilmoq. Demak, Kanadara puto peunirago ko'sengi manatta deb tarjima qilsak bo'ladi. Shu usulda. Ya'ni peudagi niragoni peunirago qilib qo'shyapmiz. 직장을 구하느라고 여기저기 되어 다녔다. 앞만 보고 달리느라고 여유가 없었다. 적은 월급으로 사느라고 친구도 자주 못 만났다. Bu yerda yangi so'zlardan biri o'sha 정신이 없다, o'sha xayol joyida emas deb tarjima qilsak bo'ladi. ko'sengi manta, ko'p mehnat qilish, amman pogo tallida degan faqat oldinga yurish, ya'ni qandaydir maqsad qilib qo'yib, o'sha maqsad tomonga faqat o'sha tomonga yurish, to'xtamasdan. Shu ma'noda ishlatsak bo'ladi. amman pogo tallidani. Keyingisi 여러분 한국에 처음 왔을 때 어땠어요? deyapti. Yana savol beryapti. Azizlar, Koreyaga ilk marta kelgan paytingiz qanday edi? Niragodan foydalanib gaplashib ko'ring deyapti. Demak, buni og'zaki o'zingiz gaplashib ko'rishingiz kerak. Namunasini o'qib ketamiz. 좋은 날씨에 적응하느라고 힘들었어요. Demak, sovuq ob-havoga moslashish uchun, ya'ni moslashish kerakligi sababli qiyin bo'lgandi. Hajiman 신기하고 재미있는 것도 많았어요. Lekin qiziqarli, ajoyib, hayratlanarli va qiziqarli narsalar ham ko'p edi, deyapti. Demak, keyingi grammatika, ikkinchi grammatikamiz ekan, l so'roq grammatikasi. Demak, bu grammatika sayin, sari deb tarjima qilsak bo'ladi. Namunani ko'ramiz. Demak, ana is bilan changara so'zlashishar ekan. 단계가 올라갈수록 한국어 공부가 더 어려워요. Demak, tange bosqichlari 올라가다 ko'tarilib bormoq, l so'roq sayin sari. Demak, bosqichdan ko'tarilgan sari koreys tili o'qish yana ham qiyin. 그래도 한국어 실력이 좋아질수록 생활이 더 편해질 거예요. Shunday bo'lsa ham koreys tili qobiliyati yaxshilangan sari hayot yana ham qulaylashsa kerak.
Yana misollarni o'qiymiz. Igo to krilkayo. Buni yana qaynatamizmi deb savol beryapti. Ne 조금 더 끓이세요. Ha, yana ozgina qaynating. 미역국은 오래 끓일수록 더 맛있어요. 미역국 uzoq qaynatilgani sayin yanayam mazali bo'ladi deyapti. Keyingisi 몸이 안 좋을수록 더 잘 챙겨 먹어야 한다. Demak, 몸이 안 좋다 degani o'sha tana yaxshi bo'lmagan paytda, ya'ni o'sha kasal bo'ladimi, tana ozgina yaxshi bo'lmagan sari ko'proq o'z vaqtida ovqatlanish kerak deyapti. Chengyomoqda degani o'sha o'z vaqtida yaxshi ovqat yeyish degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. 나이가 어릴수록 외국어를 빨리 배운다. Demak, 나이가 어리다 degani o'sha yoshi kichik bo'lgani sari 외국어 degani o'sha chet tilini tez o'rganadi deyapti. Demak, bu yerda qo'shilish holatlari ko'rsatilibdi. Il surok bo'ladigan bo'lsa, undoshga nisbatan il surok qo'shar ekanmiz. Unli bilan tugaydigan bo'lsa, ya'ni patchim yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz o'zagimizda bunga l surok qo'yar ekanmiz. Ikda bo'ladigan bo'lsa, dan olib tashlaymiz. Ik undosh bilan, ya'ni patchim holatda tugagan uchun il surok, ilgil surok, chapda chalbil surok. Endi sagvidadan dan olib tashlaydigan bo'lsak, sagvi patchim yo'q, ya'ni 3-da undosh yo'q. Shuning uchun bunga l surok qo'shar ekanmiz. Sagvil surok, orida oril surok. Faqatgina bunda e'tibor beramiz. Dan olib tashlaganimizdan keyin patchim l bilan tugaydigan bo'lsa, il surok emas, surokka o'zini qo'shamiz. Salda bo'ladigan bo'lsa, sal surok, palda, pal surok, yo'lda, yo'l surok bo'lib, surokni o'zi qo'shiladi. Shunisiga yaxshilab e'tibor berib qo'yasiz. Demak, keyingisi pogiva 같이 친구와 이야기해 보세요 deyilibdi. Ya'ni namunadagidek do'stingiz bilan gaplashib ko'ring. Bu yana o'sha grammatikani biz ulagan holatda ishlatishimiz kerak ekan. Namunasi birinchisi bor ekan, pogi deb qo'yilibdi. 한국에서 오래 살았다. Koreyada uzoq yashadim. 궁금한 것이 더 생기다. Qiziqqan narsalarim, ya'ni yana paydo bo'ldi. Misolni ko'ramiz. 한국에서 오래 살았죠. Demak, Koreyada anchadan beri yashadingiz. 네, 그런데 한국에서 오래 살수록 궁금한 것이 더 생기는 것 같아요. Ha, lekin Koreyada uzoq yashaganim sari qiziqqan narsalarim paydo bo'lganga o'xshaydi. Demak, biz l surokdan foydalanib bir-birini ulashimiz kerak ekan gaplarni ko'ramiz. 한국 드라마를 많이 보다 한국어 듣기 실력이 향상되다 yaxshilanmoq degani. Demak, 한국어 드라마를 많이 podadan dan olib tashlaymiz. Po undosh emas, unli bilan tugagani uchun, ya'ni patchim yo'q bo'lgani uchun bunga l surok qo'shar ekanmiz. 한국 드라마를 많이 볼수록 한국어 듣기 실력이 향상되었다. 집이 학교에서 가깝다. uga o'zgaradi bu yerda. Sifatlarda yaxshilab e'tibor beramiz. 가까울수록 지각을 자주 하다. 날씨가 추워질수록 감기 환자가 늘어나다. 수요가 많이 늘었다 yozilgan ekan. Endi bunga nil surok bo'ladi bunda ham. O'sha l bilan tugaganlarga surok o'zini qo'shamiz. Nil surok 가격이 비싸졌다 deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, keyingisi 한국에 살아보니까 어때요? l surok을 이용해 iyagiga bo'siyo deyapti. Demak, Koreyada yashab ko'rganingizdan keyin qanaqa ekan? l surokdan foydalanib gaplashib ko'ring deyapti. Demak, ko'ramiz misolini. 한국에 산지 3년 됐는데 한국 문화는 알수록 매력적인 것 같아요. Demak, Koreyada yashayotganimga 3 yil bo'ldi. Koreya madaniyatini bilganim sari yoqimliga o'xshaydi. Ya'ni bilganim sari qiziqga o'xshaydi, menga yoqib boryapti deb tarjima qilsak bo'lar ekan. Yonidagisini ham tam tevachorim yagiga bo'lsa, shunchaki buni o'qib ko'rishimiz kerak ekan. Bu sizga vazifa. Buni albatta o'qib ko'ring. Bu yerda bilmaydigan so'zlaringiz deyarli yo'q. So'zlarni ko'rib chiqamiz. Bo'pti. Singjin o'sha lavozimi ko'tarilish, 긍정적이다 ijobiy, savob biznes, suik daromad degani, chilgida zavqlanmoq. Va bu yerda matnning ichida bilmaydiganingiz 이게 얼마만이에요? Ancha vaqt bo'lib ketibdi deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Shu joyini mane yoyuga opsotda degan so'z ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni
Bu o'sha xotirjam emasdim deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Va bu yerda eng pastroqda bor ekan, puranada degani, puranada o'sha ko'ngli notinch bo'lish deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Demak, maragi bu aslida shart emas, lekin siz albatta o'qib ko'ring. Hamma so'zini bilasiz, bilmaganingizni videoni kommentariyasiga yozib qoldiring, so'zni inshaalloh tarjimasini aytib berishga harakat qilaman. Keyingisi ilki ekan. Ilki demak oson narsalarni o'qib bermaslikka harakat qilaman, sababi sizni ham ko'p vaqtingiz ketib qoladi videoni ko'rguncha. Demak, ko'ramiz. Ilki 다음은 한국 생활 정착 수기 공모전 당선작입니다. 제목에 알맞은 내용을 찾아 iyagiga 보세요 deyapti. Ya'ni quyidagi Koreyaga moslashish haqidagi o'sha insho musobaqasini g'olib bo'lgan o'sha asarlar ekan. Chemok deyapti. Ya'ni o'sha chemok sarlavhaga to'g'ri mazmunni topib gaplashib ko'ring deyapti. Demak, bu yerda sarlavhalar berilibdi o'zi. Biz o'sha sarlavhaga to'g'ri keladigan pastda gaplar berilgan. O'shani gaplarni biz to'g'rilasak bo'ldi ekan. Demak, o'qib chiqamiz. Birinchi 세계인의 한국 생활 정착 수기 공모전 당선작. Demak, 최우수상. Demak, eng yuqori, ya'ni birinchi o'rin desak bo'ladi. 한국 생활 적응의 지름길. Demak, Koreya hayotiga moslashishni eng qisqa yo'li degan inshoni birinchi o'rinni olibdi. Chve Ususang bo'libdi. Birinchisi. Ikkinchisini ko'ramiz. Ususang bu ham o'sha yuqori, ya'ni ikkinchi o'rin desak bo'ladi. Che iye ko'yang, ya'ni ikkinchi vatanim degan insho bilan ikkinchi o'rinni olibdi bu. Keyingisi Changnyeosang, ya'ni bu aslida rag'bat sifatida beriladigan mukofot deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni uchinchi o'rin deylik. Bunda ne insenge pomnal, mening hayotimdagi pomnal bahor, ya'ni biz ham o'zimiz o'zbek tilida ham ko'p ishlatamiz, u bahor keldi menga ham endi deymiz, ya'ni bu qanaqa ma'noda go'zal davr deylik, yaxshi davr, men uchun yaxshi bo'lgan davr keldi degan ma'noda pomnal. Demak, endi bularni biz o'qib chiqdik, ko'rib chiqdik. Endi pastda to'g'ri keladiganlarni qo'yishimiz kerak ekan. Birinchisi, 이렇게 아내와 함께 새로운 삶을 시작한 이곳은 deyapti. 저에게 또 하나의 고향이 되었습니다. Bunday xotinim bilan birgalikda yangi hayotni boshlagan bu joyim menga endi yana bitta davlat vatanim bo'ldi. Ya'ni men uchun yana bitta vatan bo'ldi deyapti. Yana bitta vatan bo'lgan bo'lsa, bu qaysi inshoga to'g'ri keladi? O'sha bu ikkinchisi. Che iye 고향, ya'ni ikkinchi vatanimga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 먼 나라에 와서 적응하는 것이 쉬운 일은 아니지만 제 경험으로 봤을 때 쉽고 빠른 방법이 있습니다. 그것은 바로 uzoq davlatdan kelib moslashish oson ish emas, lekin men o'sha tajribamdan kelib chiqib tajribamdan ko'radigan bo'lsak, oson va tez usuli bor. Bu deyapti. Demak, moslashishni oson usuli deb qaysi birini aytildi? O'sha birinchisida 한국 생활 적응의 지름길, ya'ni Koreya hayotiga moslashishni eng qisqa to'g'ri yo'li degan ma'noda. Ikkinchisi to'g'ri kelar ekan birinchisiga, Chve Ususanga. Uchinchisini o'qib ko'ramiz. 그때는 힘들고 어려운 시간이 영원히 끝나지 않을 것 같다 두려웠습니다. 하지만 긴 겨울이 지나면 nimadir. O'sha paytda qiyinchilik vaqti abadiy tugamaydiganga o'xshaganligi sababli qo'rqqandim. Lekin uzoq qish o'tib, qish o'tgandan keyin nima keladi? Albatta, bahor keladi. Demak, uchinchisiga to'g'ri kelar ekan uchinchisi. Endi pastida 외국에 살면서 가질 수 있는 느낌에 대해 이야기해 보세요 deyapti. Ya'ni chet elda yashab olishi mumkin bo'lgan hissiyotlar haqida gaplashib ko'ring. Ya'ni shularni biz bilishimiz kerak, ko'p ishlatiladi. Demak, ko'ramiz. 곧 좋은 일이 생기겠지, 행복해지겠지. Yaxshi ishlar bo'ladi, baxtli bo'laman deyapti. Kidegam bu o'sha kutish hissi, ya'ni ijobiy holatda nimadir narsani kutish. Nimadir narsa bo'ladi, hali yaxshi bo'ladi degan ma'noda kutish. Xo'p, 친구도 없고 가족들이 너무 보고 싶어 deyapti. Ya'ni do'stlarim ham yo'q, oilamni ham ko'rish xohlayapman, sog'inyapman deyapti. Verovum. Demak, bu verovum, yolg'izlik hissi bu. 이게 뭐지? 궁금하다. Demak, bu nima? Qiziqayapman.
Ho'gishim degani bu qiziqish hissi. Ya'ni nimadir yangi narsalarni bilishga qiziqish. 나는 할 수 있어. men qila olaman. Ya'ni 자신감, o'ziga ishonch. 이건 처음 보는 건데 어떻게 사용하는 거지? Buni birinchi marta ko'rib turibman. Buni qanday foydalaniladi deyapti. Ya'ni bu sensoham degani o'sha begonalik hissi, ya'ni nimadir narsa notanish. Oldin ko'rmagan, unga nisbatan notanish bo'lgan narsaga sensoham ishlatilar ekan. Demak, yonida yana o'sha ilkimiz bor ekan. "Ta'min 이민자의 체험 수기입니다. 잘 읽고 질문에 답해 보세요" deyapti. Ya'ni chemok bo'sh qolibdi. Pastni ko'ramiz. Demak, biz nimalarni topishimiz kerak? Birinchi o'rinda shunaqa katta matn bo'ladigan bo'lsa, siz iloji boricha pastdagi variantlarni o'qimagan taqdiringizda testlarni shartlarini ko'rib oling. O'shanda siz matnni o'qiyotganda e'tibor berib turasiz, nimalarga topishga asosan. Demak, ko'ramiz. Vikre chemoguru almajin ko'sil ko'rsayo deyapti. Ya'ni yuqoridagi matnga sarlavha bo'lishi mumkin bo'lgan to'g'ri narsani tanlang deyapti. Ya'ni sarlavhaga to'g'ri matnga to'g'ri keladigan sarlavha tanlashimiz kerak ekan. Demak, matnni e'tibor berib o'qiyotgan paytda yaxshilab e'tiborli bo'lamiz. Keyingisi, 시간에 순서대로 번호를 쓰세요. Demak, vaqtni tartibi bilan raqamlarni yozing. Ya'ni nimadir qildim deb ketma-ketlikda aytadi. Shu ketma-ketligini raqamlar bilan yozib qo'yishimiz kerak ekan. Keyingisi, demak, to'g'ri bo'lsa 0, xato bo'ladigan bo'lsa x qilar ekanmiz. Demak, biz shartni ko'rib oldik va tezlik bilan o'sha matnni o'qisak bo'ladi. 안녕하십니까? Salom. 저는 4년 전에 한국에 온 데이비드라고 합니다. Men 4 yil oldin Koreyaga kelgan Devidman deyapti. Xo'p, demak, 귀여운 아들이 하나 있는 한영 번역자입니다. Demak, yoqimtoy o'g'li bitta bor bo'lgan Hanyong degani 한국어 영어. Ya'ni koreys tili, ingliz tili tarjimoniman deyapti. Ya'ni koreys tilidan ingliz tiliga, ingliz tilidan koreys tiliga tarjima qiladigan tarjimon ekan. 저는 어떤 계기로 멀리 한국에 이주하게 되었을까요? Men qanday kegi degan sabab degan. Qanday sabab bilan uzoqdan o'sha Koreyaga ko'chib keldimikin? Ya'ni ijuhada degan ko'chib kelmoq degani. Nima sababdan ko'chib keldimikin deyapti. 바로 언어에 대한 큰 관심 때문이었습니다. Bu o'sha tilga nisbatan, ya'ni til o'rganishga nisbatan qiziqishim sababli edi deyapti. 대학교에서 영문학뿐만 아니라 불어와 라틴어도 꾸준히 공부했습니다. Universitetda 영문학 degani o'sha ingliz adabiyoti 뿐만 아니라 bo'libgina qolmay, ya'ni faqatgina ingliz tili adabiyoti emas, puro degani fransuz tili. Fransuz tili va latino degani lotin tili. Fransuz va lotin tillarini uzluksiz o'rgandim. 그래서 대학교 졸업을 앞두고 한국에 올 기회가 생겼을 때 새로운 언어를 배울 수 있다는 기대에 ijuhal maamil 먹었습니다. Shu sababdan universitetni bitirish arafasida Koreyaga kelish imkoniyati paydo bo'lgan paytda yangi tilni o'rganishni kutish mani bu yerga olib kelishga qaror qildi. Ya'ni bu yerga kelishga qaror qildim deyapti. Ya'ni yangi tilni o'rganishni xohlash hissi bo'lgani uchun. Keyingisi, 처음에는 대학교 선배의 소개로 영어 학원에서 일자리를 갖게 되었습니다. Birinchisida, ya'ni kelgandan keyin birinchi universitetdagi sonbe degan o'sha katta kursdagi o'qiydigan odamni o'sha tanishtiruv orqali ingliz tili o'quv markazida ishlashni boshlabdi. 유치원생과 초등학생들에게 영어 기초를 가르치는 것은 꽤 힘든 일이었는데 공부에 열중하는 어린 학생들을 보면서 저도 한국어를 배울 수 있겠다는 용기가 생겼습니다. Demak, yuchiwonsen degani o'sha bog'cha bolachalari va cho'dingakseng boshlang'ich maktab bolachalariga ingliz tili kicho boshlang'ichni o'rgatish juda qiyin ish edi, lekin 공부에 열중하는, demak, o'sha o'qishga astoydil qiziqayotgan, astoydil o'qishga o'zini berilib o'qiyotgan yosh bolalarni ko'rib, men ham koreys tilini o'rgana olaman degan 용기가 생겼다. o'sha o'zimda kuch paydo bo'ldi deyapti. 가족도 친구도 모두 먼 나라에 두고 왔기 때문에 한국에서 많이 외로웠지만 직장 잠깐 꺾였나요? 가족
가족도 친구도 모두 먼 나라에 두고 왔기 때문에 한국에서 많이 외로웠지만 직장 동료 들과 어울리고 한국어를 배우고 동아리 활동도 하면서 인맥을 넓혀갔습니다. deyapti. Demak, hop, oilam ham, do'stlarim ham hammani uzoq davlatga, ya'ni uzoq bo'lgan davlatga qo'yib kelganim, ya'ni o'sha tashlab keldim, ulardan alohida bo'lib keldim demoqchi. Kelganim sababli Koreyada ko'p yolg'izlandim, lekin hop, 직장 동료 degani ish joyidagi hamkasblarim bilan o'sha chiqishib ketib, koreys tilini o'rganib, o'sha 동아리 활동, to'garak o'sha kurslarga qatnashib, inmegul 넓혀갔습니다 deyapti. Ya'ni inmek degan tanishlarni 넓히다, kengaytirib bordim, ya'ni ko'p tanish orttirdim deyapti. 한국어 실력이 늘수록 한국인 친구도 사귈 수 있게 되었고 한국에 대한 지식도 쌓여갔습니다. Koreys tili qobiliyatim oshgani sari koreys do'stlar bilan ham do'stlashdim va Koreya haqida ham bilimlarim ko'paydi. Ya'ni Koreya haqida ham ko'p narsa bildim. 외로움보다 호기심이 앞서고 한국 생활에 익숙해지니 자신감도 생겼습니다. Demak, aytyapti, yolg'izlikdan o'sha qiziqishim ortib, qiziqishim ustun kelib deyapti. Qiziqish hissim ustun kelib, Koreya hayotiga moslashib, o'zimga ishonchim ham paydo bo'ldi. 그리고 언어 공부와 한국 친구 덕분에 영어 강사보다 훨씬 적성에 맞는 한영 번역 일을 할 수 있게 되었습니다. deyapti. Ya'ni va til o'rganish va do'stlarim sababli ingliz tili o'qituvchiligidan, ya'ni birinchi bu ingliz tili o'qituvchisi bo'ldi-yu kelgandan keyin. Endi ingliz tili o'qituvchiligidan o'zimga mos bo'lgan deyapti, Hanyong, ya'ni o'sha koreys tili, ingliz tili tarjimon ishini qiladigan bo'ldim. 먼 나라에 와서 적응하는 것이 쉬운 일이 아니지만 제 경험으로 봤을 때 지름길이 있습니다. Uzoq davlatdan kelib moslashish oson ish emas, lekin mani o'sha ko'nglim, o'sha tajribamni ko'rgan paytda o'sha tez usuli bor, aniq usuli bor, o'sha yo'lni bosib o'tishi deyapti. 그것은 바로 호기심입니다. Bu ayni o'sha 호기심, o'sha qiziqish hissi, ya'ni yangi narsalarni o'rganishga qiziqish hissi bo'lsa, moslashish oson bo'ladi demoqchida. 문화도 언어도 모르는 외국에 나가면 겁이 나는 것은 어쩌면 당연한 일입니다. madaniyat ham, tilini ham, madaniyatini ham bilmaydigan chet elga boradigan bo'lsangiz, bu qo'rqish, kobinada qo'rqmoq. Qo'rqish ehtimol, 어쩌면 ehtimol deb tarjima qilsak bo'ladi. 당연한 일입니다. Ya'ni ayni bo'ladigan, hammada bo'ladigan ish bu. 그러나 호기심으로 다가서면 상황이 바뀝니다. lekin o'sha 호기심, ya'ni nimadir narsani o'rganish hissiga yaqinlashadigan bo'lsangiz, holat o'zgaradi. 모르면 어때? bilmasang nima bo'pti? 배우면 되지. o'rgansa bo'ladi 라고 하는 태도가 필요하다는 것입니다. demak, bilmasang nima bo'pti, o'rgansang bo'ladi-ku degan xulq, ya'ni o'shanaqa o'zini tutish kerak bo'ladi. 그런 태도로 낯선 환경을 알아가려고 노력하면 자기도 모르는 사이에 외국 생활에 익숙해지고 새로운 기회도 잡게 될 것입니다. shunaqa o'zingni tutadigan bo'lsang, deyapti, begona muhitni ham bilib borishga harakat qilsangiz, o'zingiz ham bilmagan holatda chet el hayotiga moslashib ketib, yangi imkoniyatlarga ega bo'lasiz, deyapti. Demak, matnni biz o'qib chiqdik. Endi ko'rib chiqamiz buni. Xo'p, Wikire 제목으로 알맞은 것을 고르세요, deyapti. Ya'ni yuqoridagi o'sha 제목 degan sarlavha. sarlavhaga to'g'ri keladigan topishimiz kerak ekan. Birinchisi, 한국 이주 계기와 현재 생활. Demak, Koreyaga ko'chib kelish sababi va hozirgi yashash hayoti. Demak, ko'chib kelish sababini aytdi va hozirgi hayot haqida ham aytdi. Lekin bu matnga umumiy olganda sarlavha bo'la oladimi? Shunga e'tibor berishimiz kerak. Shunaqa testlarga e'tibor bering.
sizni matningizda yuqorida variantlarda yuqoridagi matnga to'g'ri keladigan variantlar bo'ladi. Ya'ni to'g'ri keladigan mazmun bo'ladi, lekin matnni biz faqatgina bitta yoki ikkita to'g'ri kelgan qismiga emas, umumiy matn o'zi nima demoqchi, shundan kelib chiqib sarlavha tanlashga harakat qilishimiz kerak. Keyingisini ko'ramiz. Cho'qsonga mandan chaqobil chandan pop. Demak, o'ziga to'g'ri keladigan chigop deyilibdi. Kasbni tanlash usuli. Bu haqida gap ketmadi. Qandaydir o'zingizga mos kasbni tanlashni shu yo'llari bor deb o'rgatmadi. Keyingisi hogishim hanguk sengwal cho'ginga chirimgil. Demak, hogishim u nimadir narsani o'rganish hissi va Koreya hayotiga moslashishni o'sha yo'li, aniq yo'li. Demak, aniq yo'li haqida aytib o'tdi bu yerda. Nimadir koreys tilini o'rgandi, koreys tilini o'rganishga nisbatan hogishimi paydo bo'ldi, to'ngarilarga bordi. Umumiy ma'noda nima demoqchi o'zi bu matn? Nimadir narsani o'rganishga harakat qiling, doimo nimadir narsaga qiziqing deb sizga motivatsiya bermoqchi-da, sizni oldinga undamoqchi. Shuning uchun bizga 3-variantimiz to'g'ri kelyapti. Keyingisi Hanguk senwareso Hangugo shilyoge chungyosong. Koreya hayotida koreys tili qobiliyatining muhimligi. Yo'q, bu asosiy sarlavha bo'la olmaydi bizga. Agarda biroz tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, albatta qayta yo videoni ko'rib chiqing yoki qayta o'qib chiqing. Sababi ozgina shoshilib tez aytayotgan bo'lishim mumkin. Tushunmay qolgan bo'lsangiz, videoni qayta ko'rish orqali tushunib olsangiz bo'ladi. Video juda uzun bo'lib ketmasligi uchun iloji boricha tez gapirishga harakat qilyapman. Keyingisi Shigane Sunsodero Ponorul Siseo. Demak, vaqt ketma-ketligida raqamlarni yozib chiqing. Shunchaki bunda ketma-ketligini matnga qarab topib qo'ysangiz bo'ladi. Bu qandaydir o'ylash kerak bo'lgan narsa emas. Birinchisi o'zi yozib qo'yilibdi, Tehak Chorob. Universitetni bitirish. Universitetni bitirgandan keyin nima qildi? Bu yerda tepada yozildi, universitetni bitirgandan keyin til o'rganishga qiziqishi bo'lgani uchun Koreyaga keldi. Keyin Koreyaga kelgandan keyin birinchi nima qildi? Ingliz tili o'quv markaziga bordi. Ingliz tili o'quv markaziga do'stini Soges orqali dars bergani bordi. Undan keyin nima qildi? O'sha bolalarni ko'rdi-da, u yerda o'zi ham koreys tilini o'rganishni xohladi. Koreys tilini o'rgandi. Keyin nima qildi? Oxiri Hanyong Ponyok koreys tilidan ingliz tiliga tarjima qiluvchi bo'ldi. Shu ketma-ketlikda qilsak bo'lar ekan. Keyingisi, 3-chisida to'g'ri bo'lsa 0, xato bo'lsa x qilishimiz kerak ekan, ko'rib chiqamiz. Demak, I saraman hangugoril peun tame hanguga vatta. Bu odam koreys tilini o'rgangandan keyin Koreyaga keldi. Bu odam koreys tilini o'rganib keyin keldimi? Matnni ko'rib chiqing. Yo'q, birinchi kelgan paytda koreys tilini bilmasdi, koreys tilini bilmay keldi. Birinchisi xato ekan, x qo'yamiz. Ikkinchisiga I saraman hanguk senghwal chogipoto hogishimga chashingami isotta. Bu odam Koreya hayotiga boshidanoq o'sha hogishim, qiziqish hissi bor edi. O'ziga ishonchi bor edi. Xo'p, birinchi yo'q edi-ku bu narsa, to'g'rimi? Keyin paydo bo'ldi. Demak, ikkinchisi ham x xato ekan. 3-chisini ko'ramiz. I saramin nuguna veguk sengware te toryomil kajirsu ittago senga kanda. Bu odam kim bo'lsa ham o'sha chet el hayot haqida o'sha qo'rquv bo'ladi deb o'ylaydi. Ya'ni hamma ham o'sha chet elga borgan paytda qanaqadir qo'rquv bo'ladi, hammada bo'ladi, bu oddiy hol deb aytdi-yu bizda matnda, to'g'rimi? Shuning uchun endi bu bizga 0 bo'lib to'g'ri bo'lar ekan. Keyingisi, demak, bu yerda sigi bor ekan. Sigi qismida yorobone hanguk sengwal cho'ginin otesmnika. Azizlar, koreys hayoti boshida qanaqa edi? Hanguk sengware cho'gin hagiviyeso otoke hesmnika. Demak, Koreya hayotiga moslash uchun nimalar qildingiz? Chigim sengwarin otosmnika. Hozir hayotingiz qanday? Tam pyoyi memohe poseo. Quyidagi demak pyo jadvalga memo o'qib ko'ring, ya'ni o'sha yozib ko'ring deyapti. Demak, birinchi o'sha katta sigini yozishdan oldin memo qilib yozish kerak, qisqacha qilib. Keyin shuni kengaytirib borsangiz bo'ladi. Birinchisiga masalan yozilibdi. Nima yozishimiz kerak birinchisiga? Hanguk sengwaril hamyonso oryeonchom. Koreyada yashash davomingizda qiynalgan tomonlaringiz nima? O'shalarni yozishimiz kerak. Yonida kikbok pangbob.
yengib o'tish usuli, ya'ni qanday qilib yengib o'tdingiz, shular haqida yozsak bo'lar ekan. Va pastida nayi 한국 생활 적응에 대한 글을 써보세요 deyilib, ya'ni meni Koreyaga moslashish, Koreya hayotiga moslashish haqida yozgan matnim bo'lishi kerak ekan bu. Bu matnni yozib o'tirishga vaqt ko'p ketib qolar edi. Shuning uchun sizga tayyor qilib olib kelingan. Mana yonida turibdi o'sha nayi 한국 생활 적응 mavzusida yozilgan CV. Bu albatta men haqimda emas, o'sha buni o'sha internetdan olganman mana, lekin sizga foydali bo'ladi. Chungup darajasida yozilgan, bemalol o'qib tarjima qila olasiz. Agarda qayergadir tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiradigan bo'lsangiz, tushunmagan joyingizni tushuntirib berishga harakat qilaman. O'qib chiqing albatta, foydali bo'ladi. Keyingisi demak munhava chongbo deyilibdi, ya'ni madaniyat qismi ekan. Albatta bu qismi ham muhim bo'ladi, shuning uchun yaxshilab o'qib tarjima qilib qo'ysak yaxshi. Demak, iminja chongchak program deyilibdi, ya'ni iminja muhojir odam. Muhojir odam o'sha Koreyaga kelib moslashish uchun programmalar haqida tushuntirishar ekan. Demak, ko'ramiz. 한국에는 이민자들이 잘 정착할 수 있도록 돕는 다양한 프로그램이 있다. Koreyada o'sha muhojirlar kelib o'sha yaxshi moslashib olishlari uchun yordam beradigan turli xil dasturlar bor. 대표적인 예로 사회통합 프로그램, 조기 적응 프로그램, 다문화 가족 방문 교육 서비스가 있다. Demak, o'sha eng o'sha 대표적인 o'sha maxsus, ya'ni ko'p tarqalganlaridan 사회통합 program, 조기 적응 program, 다문화 가족 방문 교육 xizmatlari bor ekan. Demak, bu 3tasini aytib o'tdi. Endi buni tushuntiradi. 3tasi bular o'zi nimaligi haqida tushuntirar ekan. Birinchisi, 사회통합 프로그램은 이민자가 한국에서 살아가는 데에 필요한 한국어 능력을 키워주고 한국 사회에 대한 이해를 높여준다. 이민자라면 누구든지 참여할 수 있다. 사회통합 프로그램 o'zi nima? Demak, muhojirlarni Koreya hayotiga yashashda kerakli bo'lgan koreys tili qobiliyatini o'stirish va Koreya o'sha jamiyati haqidagi tushunchalarni yaxshilash uchun yordam berar ekan. 이민자라면 누구든지 참여할 수 있다. Demak, muhojir bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni Koreyada yashab turgan odam bo'ladigan bo'lsangiz, kim bo'lsa ham qatnasha olar ekan bu 사회통합 programda. Keyingisi, 조기 적응 program haqida tushuntirar ekan. 이민자가 한국 입국 조기에 참가하는 프로그램으로서 한국 생활에 바르게 적응할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 이민자 재료 유형에 따라 필요한 내용을 교육한다. Demak, 조기 적응 program o'zi nima? Muhojirlar Koreyaga kirib kelgandan keyin birinchi o'sha qatnashadigan programma ekan. Koreya hayotiga tezda moslashishda yordam beradigan dastur ekan. Muhojirlarni o'sha yashash shakli, ya'ni o'sha viza turiga qarab kerakli mazmunda ta'lim o'tirar ekan. Keyingisi, 다문화 가족 방문 교육 서비스. Bu qanaqa xizmat? 집합 교육에 참가하기 어려운 다문화 가족을 대상으로 한다. 집합 교육 degani bu o'sha ommaviy, ya'ni o'sha guruh bo'lib offline o'tiladigan darslarga nisbatan aytiladi. Demak, shunaqa 100% darslarga nisbatan ishlatiladi demoqchi edim. 100% darslarda ishtirok etishga qiynalgan tamunhua kajok degani, ya'ni ko'p millatli oilalar, ya'ni ota-onasi qaysidir bittasi o'sha chet ellik bo'lgan oilalarni tamunhua kajok deyiladi. O'shanaqa oilalarda qilinlar ekan. O'shalar uchun ekan. va qanaqa holatda? 교사가 다문화 가정을 방문하여 한국어를 가르친다. O'qituvchini o'zi borar ekanda. Endi bu o'sha darsga kela olmaydiganlar uchun o'zi borib koreys tilini o'rgatar ekan. 그리고 다문화 가정 자녀의 학교 생활이나 사회 적응에 필요한 도움을 준다. va o'sha tamunhua oilalarini farzandlariga 학교 생활, o'sha maktab hayoti yoki jamiyatga moslashishga kerakli bo'lgan yordamlarni ham berishar ekan. 이러한 이민자 정착 프로그램은 법무부 사회통합 정보망 서시넷 과 여성가족부 다문화 가족 지원 보돌 단오리 슈슈슈 orqali bilishingiz mumkin. Ya'ni
Bu ma'lumotlarni, ya'ni bu dasturlarga o'zi qayerdan ariza qilishi mumkin? Agar siz ariza qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha Savetonga program o'sha www.soshinet.go.kr yoki www.liveinkorea.kr orqali ma'lumot olishingiz mumkin ekan. Ya'ni shu saytlarni biz bilib qo'yishimiz kerak. Albatta, kirib qiziqib ko'ring. Savetonga program Soshinetda hamma albatta bilsa kerak. Buni biladiganlar mana www.liveinkorea.kr ni ham albatta kirib o'rganib chiqing. Bu qanaqa sayt ekan. Demak, bu matn o'zi bizga nimaga kerak? Pastda savollarni ko'ryapsiz. Shunaqa savollarni Kusulshiyomda berib qolishlari mumkin. Kusulshiyom o'sha bilasiz, o'sha maragishiyom. Sizni o'sha gaplashib ko'rish, maragingizni o'lchash uchun o'tkaziladigan test. Shunda shunaqa savol berishi mumkin sizga. Ya'ni Hanguk ne minjarilgan programmero moshi ismnika. Ya'ni Koreyada muhojirlar uchun qanaqa dasturlar bor, nima dasturlar bor deb savol berib qolishi mumkin. Shunda siz, agar siz bu matnni o'qigan bo'lsangiz javob bera olasiz. Shu Savetonga program bor, cho'gi program bor, Tamunhwa kajok pangmun ko'yuk so'bis bor. Bular shunaqa vazifalarni bajaradi deb qisqacha qilib aytib beradigan bo'lsangiz, siz juda ham yuqori ball olishingiz mumkin. Keyingisi Savetonga programga cho'gi programin otoke tarimnika. Qanaqa farqi bor bir-biridan? Demak, o'sha farqini yuqorida ko'ryapsiz. Cheryu Yuhyonga qarab kerakli mazmundagi darslarni berishar ekan. Shuni aytadigan bo'lsangiz, yuqori ball olishingiz mumkin. Yorobuni chegimkaji chamyohan programmer sogehe poseo. Demak, azizlar, shu paytgacha qatnashib ko'rgan programmalaringizni aytib bering. Demak, qatnashib ko'rgan programmangiz nima bo'lishi mumkin? Savetonga program bo'lishi mumkin. Shuni aytib bersangiz bo'ladi imtihonda. Men shu Savetonga programga qatnashdim. Shu ma'lumotlarni oldim. Menga ancha foydali bo'ldi deb aytib bersangiz, yuqori ball olishingiz mumkin. Keyingisi, demak, bu yerda o'rgangan so'zlarimiz ekan. Bu so'zlarni hammasini biz o'rganib chiqdik. Agarda bilmaydigan so'zlaringiz bo'lsa, yaxshilab ko'rib chiqing va bilmaydigan so'zlaringizni shu videoni kommentariyasiga yozib qoldiring. Inshaalloh tarjima qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni keyingi qismlarni ham albatta qo'yib borishga harakat qilamiz. Videoni o'sha Savetonga program KP darslarini o'qiyotgan yoki o'qimoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Sababi pullik bo'lsa ham o'qituvchi qidirib yurgan tanishlarimiz juda ham ko'p edi. Shularga jo'natib qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh foydali bo'ladi. Agarda sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.